Xudo xolasa mana yangi obyektga kelganmiz. Oltiariqda. Xudo xolasa mana shu joyni полностью bitiramiz. Ichkarilarda, tashqari podvalda hammasida xudo xolasa qo'yadigan joylarimiz bor. Tomonlarni o'rnatdik. Endi aynilarini solsak, xudo xolasa polni bitiradi. Ligirovkalari ham bo'ldi. Tomonda podval eshiklari bor. Yengil holatda termor uchkalardan qo'yganmiz. Polnosti xudo xolasa romlari ham plastmassa mexanizmda bo'lgan. Batafsil ko'rsatamiz. Mana aynilarni ham savollik. Hamma yo'q xudo xolasa full holatda bitti. Uchka zamonga oshirib yopilishlari, ligirovkalari hamma tomonlama xudo xolasa chiroyli holatda tugatib beryapmiz. Aytib o'tganimdek, Oltiariqqa qo'ydik, Farg'ona viloyati. Xo'p, shu videoni ko'rib turgan barcha vatandoshlarimizga xudo xolasa shunaqa uylarda solib, yashab, maza qilib o'tirish hammaga nasib qilsin. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Hammaga kattakon rahmat.